Sharifjon Ahmad, yozuvchi va tarjimon. 1969-yilda Andijon viloyatida tavallud topgan. 1992-yili O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. Akadem nashrida Sharifjon Ahmedovning Bir tushning evrilishlari nomli hikoyalar to'plami, uning tarjimasi ostida esa Jorge Luis Borgesning Al-Muhtasimga yaqinlashuv, Julio Cortázarning Ishg'ol qilingan uy, Anna Schmidtning Mushuklar malikasi Minush, Andrey Platonovning Jon va Xandaq kabi kitoblari nashr etilgan. Tarjimonlarga o'zi asosan suhbatda boshlab beradigan savolimiz bor-da. Tarjima siz uchun nima degan? Tarjima umumaganda tarjima degan so'z menga unchalik ma'qul tuyulmaydi. Chunki tarjima go'yoki bir nima desa bo'ladi? O'sha ish jarayonida his-tuyg'ulardan xoli bo'lgan bir oddiy bir mehnatni aks ettiradigan so'z bo'lib tuyuladi. O'shaning uchun ko'p hollarda bunga men ma'qul so'z deb qaramayman. Ya'ni tarjimachilik, tarjima degani. Bundan ko'ra men aytgan bo'lardim, tarjima hech bo'lmaganda o'girma yoki bo'lmasam o'sha bir ma'lum bir asarni deylik munosib tarjima qilayotgan insonning faoliyatini deylik ma'lum bir tarjimonning ma'lum bir kishining, ma'lum bir ijodkorning ijrosidagi qayta yaratish, o'sha matnni degan bo'lar edim. Va bundan tashqari endi tarjima, xo'p mayli, tarjima deb qo'ya qolaylik. Tarjima men uchun o'ylashimcha bir mutolaani bir turi, mutolaa, chuqur mutolaa, ya'ni ichiga kirib borish vositasi shu ma'lum bir asardi. Va oxir oqibatda tarjima qilib tamomlagach o'sha asarni o'zingnikiga aylantirish bir jarayoni deb tushunaman. Bu ham mualliflikdek bir gap deb bilaman shu tarjima degan narsani. Bu shu qisqa qilib aytganda mutolaa, chuqur mutolaaning bir ko'rinishi men uchun. Xo'p, siz uchun daromad manbai hammi asosiy yoki yo'q. Tarjimachilik men uchun daromad manbai emas. Bir chiroyli qilib aytadigan bo'lsak, ko'ngil ehtiyoji desak bo'ladi. O'shaning uchun ham asosan men o'zimga yoqqan, o'zim avvaldan ko'p yillar avval mehr qo'ygan deylik adiblar, yozuvchilarni ma'lum bir asarlarini o'girishga harakat qilaman va bunda moddiy jihatlari men uchun muhim emas. Siz ko'p tillarda asliyatdan tarjima qiladigan kam sonli tarjimonlardan birisizda. Masalan, sanaydigan bo'lsak, mana shu Akadem nashri o'zida Cortázar ispan tilidan tarjima qilgansiz. Mushuklar malikasi Minush Niderland tilidan tarjima qilgansiz. Mana Platonov tarjima qilgansiz rus tilidan. Nima yutuqlari bor? Masalan, tarjimon ko'p poliglot bo'lishi, o'sha hamma tilda zo'r bo'lishi, nima qiyinchiliklari bor, nima ustunliklari bor? Avvalo qiyinchiligini aytadigan bo'lsak, qiyinchiligi ko'p tillarda ichida adashib qolish ham hech gap emas. Va bunda faqatgina bir shu ma'lum bir xorij tilini mukammal bilish o'zi yetarli emas. Bir asarda tarjima qilish uchun albatta buning uchun o'sha tarjimon o'zini ona tilida ham yaxshigina qalam tebratadigan ijodkor, yozuvchi deylik, adib deylik, shu maqomda bo'lgani ma'qul bo'ladi. O'shandagina xorij tilini bilish bilan birga o'zini o'zbek tiliga o'girishda sifat ko'zga ko'rinadi. Qiyin tomonlari deydigan bo'lsak, ana shu masalan biz misolni oladigan bo'lsak, mana yaqin 20 yil bo'ldi o'zbek tili muhitidan ayrilgan holda xorijda yashaymiz. O'sha tomonlama ba'zan o'ylab qolaman,
o'zbek tili O'zbekistonda deylik rivojlanishida yangi iboralar, yangi tushunchalar kirib kelayotgan bo'lsa, balki biz bundan mosuvo bo'lib qolayotgandirmiz deb o'ylayman. Lekin shu bilan birga o'sha avvaldan shu berilib o'qigan kitoblar o'qigan paytimizda zehnimizga o'rnashib qolgan shu avvalgi so'zlarni masalan deylik substansiyasi haligacha o'zimizda saqlanyapti va shulardan o'z-o'zidan tabiiy ravishda tarjima jarayonida foydalaniladi. Men ba'zida ko'rib qolaman, shaxsan o'zim o'girgan kitoblarda masalan tarjimon arxaik so'zlardan foydalanishga mukkasidan ketgan ekan deganday fikrlarda ko'zim tushib qoladi. Nimagadir men uchun bu so'zlar arxaik tuyulmaydi, chunki bu nazarimda bir klassik so'zlar, ya'ni mumtoz so'zlar, har tomonlama davr sinovidan o'tgan so'zlar, tabiiy tarzda shularni qo'llashga harakat qilaman. Shunda tushunamanki, hozirgi o'zbek kitobxonini badiiy asarni, badiiy matnni mushohada qilishi bizni avvalgi deylik 20-30 yil avvalgi davrimizdagi shu yo'nalish bilan ancha farqi borayotganligini sezib qolaman. Endi xorij tillarini bilish qulayligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, endi albatta bilish kerak. Bir tarjimani albatta asliyatdan qilgan ma'qul. Aytganingizdek, Kartasar hikoyalari to'g'ri bo'lardi. Oldin o'sha 20-30 yillar oldin Borxesda ham tabiiy rus tilidagi tarjimalardan ta'sirlanganmiz va dastlabki tarjimalar rus tilidan bo'lgan. Va keyingi yillarda asliyatdan qilishga urindik. Qanchalik muvaffaqiyatli bo'lgan, endi o'quvchini fikriga havola bu. O'sha paytlarda o'qigan rus tilidagi tarjimani o'qiganlarimiz baribir zehnimizda qolib ketgan baribir originaldan o'qib, ya'ni rus tilidagi biz o'qigan paytlardagi rus tilidagi matnni baribir chetga surib qo'yish qiyin bo'ladi. Ya'ni ta'siri baribir bor, o'sha paytlardan qolgan ta'sir tarjimalarda. Va buni ham bir ijobiy tomoni bo'lsa kerak. Ikkala asliyat ham boshqa tillardagi tarjimalarini bir-biriga solishtirib, yana ham bir nima desa bo'ladi, qiyomaga yetkazilgan shaklini erishish mumkin bo'ladi. Hozir aytdingiz, arxaik so'zdan ko'p ishlatadi degan jumlalar aytishgan kitobxonlar. Yana bir maqolada aytishgandi yoki internetdagi postdami ko'zim tushgandi. Sharifjon Ahmedov tarjima qilgan kitobni o'qish uchun Sharifjon Ahmedovning xos tarjima lug'atini ishlab chiqish kerak. Bu odam shunaqa so'zlar ishlatadi. Bu so'zning ma'nosini yana qidirib topish kerak deydi-da. Bitta fikr eshitgandim. Shunaqa bo'lsin, og'irroq bo'lsin deb o'zlari qattiq harakat qiladilarmikin degan fikr bor edi. Shunga nima deysiz? O'zingiz harakat qilasizmi yoki tabiiy shu jarayon o'zingizda kechadimi? Endi misol Andrey Platonovni oladigan bo'lsak, mana bilasiz, ko'p ijodkorlar, adiblar uni yozish uslubi-yu butun tildan foydalanish yo'llari haqida aytishgan. Ya'ni Andrey Platonovni deyarli boshqa tilga tarjima qilish deyarli imkonsiz-da. Masalan, har qanday tarjima, uning asarlarini boshqa tilga tarjima bu bir urinishdek bir gap. Endi masalan men qiyin, murakkab, tushunish qiyin tarzda tarjima qilyapti degan ma'noda tushuniladigan bo'lsa, endi men bu ataylab qilmayman, faqat Andrey Platonovni asarlarini ruhini qo'limdan kelgancha o'zbek tilida ko'chirishga harakat qilaman-da, ya'ni uni bor murakkabliklarini o'zbek tilidagi parallelligini ko'rsatishga harakat qilaman, harakat qilganman. Tilda ham saqlab qolish. Ha, ana shu paytdagi, shu zamondagi umuman turmushni
tasvirlari, manzaralari, kayfiyatlarini o'zbek tilida berishga uringanman, lekin albatta hech qachon Platonovni o'zini darajasida emas bu, har qalay bir urinish. Juda qiynalganman to'g'risi. Birinchi jonni boshlagan bo'lsam, toza mehnat, shunga ketgan mehnat davrini oladigan bo'lsak, 5-6 oy sarf qilganman. Shunda ham uncha ko'nglim to'lmagan. Aslida buni ikkinchi varianti ham bor edi bu tarjimani. Ikkalasidan bittasini tanlashimga to'g'ri kelgan. Birinchi tarjimani butunlay hayolimdan chiqarishga harakat qilib unutib, keyin ikkinchi variantni qilganman. Va ikkinchi variant shu nashrdan chiqqan. Ya'ni aytmoqchiman, Platonovga o'zini asarlarini ruhiga yaqinroq keladigan holda tarjima qilish kerak va o'sha kayfiyatda tarjima qilish kerak. Ya'ni aytganimdek, Platonovni ham tarjima uchun tarjima qilaman degan niyatda boshlamaganman, faqat imkon boricha uni asarlarini chuqurroq bir tushunish emasdir, balki his qilishdir. Shu ma'noda bu ishlarni boshlagandim. Va aytganimdek, juda qiynalib, bezgan paytlarim juda ko'p bo'lgan bundan. Ya'ni yaxshi ma'nodami, yomon ma'nodami bezganman. Ya'ni umuman tarjimani aytadigan bo'lsak, haligi filmlar bor-ku, Ivan Vasilichdan. Bizga aslida sut qatiq bepul tekinga sut qatiq berishlari kerak degandek murakkab, qiyin jarayon. Men Platonovdan gap ochildi. Platonov haqida savolim bor edi. Bir 2 yilcha avval adashmasam, shu Xandaq chiqishidan oldin Gazeta o'z nashriga intervyu bergansizda. Birgalikda o'qiymiz degan rubrikada. Shuni o'qiganimda aytgansiz, jondan keyin Platonovga qaytish niyatim bo'lmagan degansiz. Keyin baribir bo'lmadi, o'sha tortdi o'ziga, Xandaqni qildim. Qiyinchiliklar bilan Xandaqni qildim, yopdim, bo'ldi. Men Platonovga qaytmayman deb turib, keyin adashmasam Chevengur boshladim degansiz-da. Yoki boshlamoqchiman degansiz. Xo'p, birinchi savolim, nima o'ziga tortyapti? Har safar qaytmayman deb bir qanaqadir nima deydi, unga bo'lgan o'sha Platonovning adabiyotiga, so'ziga bo'lgan bir muhabbat deymizmi? Ikkinchisi, Chevengur haqida yangilik. Qaysi bosqichga yetdi yoki tugadimi? Qanaqa ketyapti jarayon? Platonovni o'ziga tortish masalasi. Platonovni ochig'ini aytsam, men ko'p murakkablik, qiyinchiligi bo'yicha hatto Kartasar Borxesdan ham balandroqqa qo'ygan bo'lardim. Uni tilidan kelib chiqadigan butun kayfiyatlarni, shu chop qilingan Borxes Kartasardan ham yuqoriroq qo'ygan bo'lardim. Endi Platonov ingliz tarjimoni bor, Robert Chandler. Shu nimada Jonga ham kiritgandik so'z boshlisini. Shu kishi ham butun Platonovni nazarimda tarjima qilishga bel bog'lagan ancha yillar avval. Ular ham buni murakkabligini bilgan holda shunday ishga bel bog'lagan. Endi Chevengurni ham tarjima qilgan, juda ko'p asarlarni tarjima qilgan. Endi Xudo quvvat bersa, balki Chevengurni bir amallab tugatib olsak, keyin yana boshqalariga ham qo'l ursak kerak. Masalan, Abduhamid Ismoil ustozimiz aytgandek, shu Platonovni tili asarlarini markazi hisoblanadi. Bir o'sha paytlardagi inqilobdan keyingi boshlangan bir boshqacha o'zgarishlarni tilida aks ettirishga harakat qilgan. Bu endi ataylab emas, u tabiiy ravishda shunday Platonovni butun asarlarida ko'rinadi. Platonov bir alohida bir adabiy voqelikda bunga munosib, buni asarlarni munosib tarjima qilishda ham o'ziga yarasha mas'uliyati bor va shu mas'uliyatga yarasha
o'qishga, chuqur mutolaa qilishga yaroqli bir tarjima yaratish asosiy narsa hisoblanadi. Bu Platonovning asarlarini tarjima qilishni qiyinligi tufayli jondan keyin albatta davom ettirish niyatim bor edi, lekin o'shani tugatgandan keyin qanaqadir bir ruhiy deymizmi, charchoq aniq bilingan. O'shaning uchun bu fikrlar o'sha intervyuda ham yuzaga chiqqan edi. Illo billo boshqa qayta bunga qo'l urmayman bu tarjimasiga degan ma'noda. Keyin Chevengurda ham ancha uzoq g'aladonga solib qo'ygan edim, lekin bu bir qanaqadir mubtalolikni bir turida. Yaxshi ma'noda adabiy xastalik deymizmi, shunga o'xshagan narsa. Shuning uchun o'rtada tanaffuslar bo'ldi. Har xil ma'nodagi tanaffuslar deyish mumkin. Ijodiy tanaffus deysizmi yoki kayfiyat tanaffusimi. Aylanib o'rgilib yana Platonovga yo'llar yetaklayapti. Xudo xolasa endi Chevengurda endi albatta mana nima deydi, tarjimaga tayyorgarlik bosqichlari tugagan. Endi faqat vaqt masalasi qolyapti. Vaqt va shunga yarasha kayfiyatni yana qayta qo'lga kiritish. Vaqt va kayfiyat. Shu ikkovi birlikda bo'lib qolsa, shunday imkoniyat bo'lsa, albatta yaqin o'rtada boshlasam kerak Chevengurni. Chunki buni boshlanmadimi? Yo'q, buni hali endi to'g'ri qoralamalar bor, bu boshlanadi degan emas. Ya'ni bu mashq sifatidagi tayyorgarlik, kishi o'zini ichida jur'at paydo qilishga urinishlarda bu narsalar. Chunki og'ir bo'ladi, ancha vaqt, o'sha aytganimdek kayfiyat, shunaqa narsalar birligi kerak bo'ladi. Qilmaslikning iloji yo'q. Chevengurda ham tarjima qilmaslikning iloji yo'q, chunki jon, Xandaq va Chevengur qandaydir ma'noda bir butun uchlik hisoblanadi. U Platonovning asarlari ijodiy bosqichlari ma'nosida bir butun uchlik hisoblanadi. Uchlik yoki birlik, uchta birlik yoki bitta uchlik shu ma'noda. Buni qilish kerak. Katlavan Xandaq deb tarjima qilinishiga sizning fikringiz qanaqa? Endi avval boshdan hayolimda Katlavan faqat Xandaq deb o'rnashib qolgan. O'zimni ko'niktirib yubordim shekilli shu ma'noda. Fikrlar bo'lgan. Masalan, Hamid aka ham bir fikr bergan edi, shu nomlash ma'nosida biroz sun'iy tuyulsa ham jarayonni aks ettiradigan ma'noda bir sarlavha taklif qilgan edim. Men aytgan edim nashriyotda shuni ham ustozlar taklif qilyapti deyilgandi va keyin baribir Xandaq bo'lib ketdi. Masalan, Hamid aka tamalchoq degan salohani taklif qilgan, bir o'ylab ko'ringlar degan ma'noda buni ham taklifni bildirgandim. Lekin oxir oqibatda shu Xandaqligicha qoldi. Endi o'sha harakatlar jarayonini o'zida aks ettiradimi, aks ettirmaydimi, shu ma'noda ayrim fikrlar bo'layotgan bo'lsa kerak. O'sha matnli intervyuzda ham tamalchoq deb qavsga yozilgan edi. Shunday, to'g'ri. Kartasar tarjima qilish uchun ispan tilini o'rgangan deyishdida. O'sha kitob boshida ham Nazar Eshonqulov sahifasida maqola yozganlar. Shunaqa fikrlar bo'lgan. O'sha Kartasar hikoyalaridagi ayrim voqealar bo'lgan o'sha joylarni borib o'zingiz ko'rganingiz aytilgan. Shular haqida sizni Kartasar va o'zingiz sal avvalroq aytdingiz. Adabiy xastalik deymizmi, o'sha Platonovga bo'lgan narsa dedingiz-da. Kartasarga nisbatan ham sizda shunaqa narsa borligini aytganlar. U qanaqa paydo bo'ldi? Siz o'sha aynan Kartasar uchun ispan tilini o'rganishga kirishingiz qanaqa bo'ldi? Endi Kartasar bilan Borges aslida biz o'sha talabalik paytlardayoq ikkovini bir butunlikda ko'rardik, asarlarini o'qib, ruhlanib deymizmi, ta'sirlanib kelganmiz. O'sha 90-yillargacha ham talabalik davridan boshlangan narsalar bular.
endi boshida tarjimasida ko'proq asosan Borgesga bir intilgan bo'lsam tarjimasida, Kartasar sal keyinroq boshlandi. Kartasarda tarjimalariga kirishishim. Albatta buning uchun boshida aytganimdek rus tilidan tarjimalar bilan boshlangan. Undan keyin mana Gollandiyada yashay boshlaganimizdan keyin shu u yerda imkoniyat ko'proq ekan, shu tilni mustaqil ham o'rganish yoki maxsus kurslarga borib o'rganish ma'nosida ularda qatnashdim. Har qalay matnni tushunadigan darajada ispan tilini ham o'rgandik. Garchi ravon og'zaki nutqim ravon bo'lmasa ham har qalay matnlarni tushunib, his qilib o'zbek tiliga o'girish darajasida o'rganildi. Endi asliyatda o'qimasdan ilojisi yo'q, chunki rus tiliga tarjima qilinganlari ham yaxshi tarjima albatta, lekin farq bor baribir. Masalan, rus o'quvchisini zehniyatiga moslab qo'yilgan o'rinlar juda ko'p va hatto katta bir kitob asardagi passajlar, parchalar tushirib qoldirilgan o'rinlar ham ko'p rus tilida. Misol uchun o'sha Kartasarda ishg'ol qilingan uy eng birinchi hikoyalaridan. O'shanda deylik kamida yarim betlik tushirib qoldirilgan rus tilidagi tarjimasida. Bu nashriyotda chop qilingan bu kitobga albatta shu narsa, o'sha kamchiliklarni to'g'rilab, o'sha tushirib qolingan joylarini ham kiritilgan. Endi bir adabiy xastalik degan bo'lsak, o'sha aytilgandek talabalik yillaridan boshlangan. Endi bir hatto shunchalik berilib ketgan ekanmiz, Kartasarda dunyosiga kirib ketgan ekanmiz. Endi nafaqat men, boshqa do'stlarimiz ham, o'sha hamfikr do'stlar, o'sha paytdagi ba'zi paytlarda ko'chada yurganimda o'sha paytda esimda qolganda, uzoqda kimnidir ko'rardim. Xuddi Kartasar tirik, Kartasar bu haligi nima deydi? Xayolot emas, xuddi chindan shunday ko'rardim-da, borardim endi bu paytda yaqinlashishga harakat qilardim. Borganimdan keyin butunlay boshqa odamni ko'rardim. Endi xayolda shunday bir mutolaalik deymizmi, shu kuchayib ketgandan keyin hattoki asarlariga, hikoyalariga shunchalik muhkamizdan ketganimizda oqibati bo'lsa kerak. Bu yomon emasdir, yaxshi oqibati bo'lsa kerak. Shunday bir bolalikdan, yoshlikdan qolgan xastalik obyektlardan biri Kartasar. Va shu orqali asliyatda o'qish istagi, talabi tufayli tilni ham har qalay imkon darajasida o'rganishga to'g'ri keladi. Keyin Borgesni ham qilganmiz shunda? Ha, Borges ham shu aytganimdek avval rus tilidan boshlangan va keyin asliyatdan va shu bilan birga bitta asliyatni rus tili emas, boshqa tillardagi tarjimalariga ham qiyoslashga to'g'ri keladi. Tarjima jarayoni shundayki, qiyosiy tarjimani boshqa tillardagi tarjimalar bilan qiyoslab ish boshlasangiz, unda menimcha tarjimani sifatiga sifat qo'shiladi deb o'ylayman. Kartasar, Borges, Platonov tarjimalaridan keyin bu tarjimalari ta'siridami o'zingizni bir tushning evrilishlari, hikoyalar to'plamingiz bor. Siz tarjima qiladigan mana shu yuqorida sanagan yozuvchilarim bir xos adabiyot, og'irroq, ancha tushunilishi qiyinroq bo'lgan asarlar yozishgan. Shularning ta'siri sizning hikoyalaringizda ham juda seziladi-da. Bir xoslik bor, og'irlik bor. Shu o'zingiz hikoyalaringiz haqida nima degan bo'lardingiz? O'zim hikoyalarim haqida bir narsa deyishim qiyinroq. Men ta'siri albatta bo'lsa kerak, lekin yozayotganda yoki shu narsa xayolingizga kelib qolganda hozir datchikka o'xshagan sezmaysizku o'zingizni. Mana u ta'sir boshlandi. Endi uni ta'siri boshlandi. Menimcha bu tabiiy kechadigan narsa bo'lsa kerak va baribir shu ko'ngilga o'rnashib qolgan, zehnga o'rnashib qolgan shu timsollar atrofida ham aylanishga to'g'ri keladi. Endi hikoyalarim ayrimlari o'sha student talabalik yillarining mahsullari, qolganlari keyinroq yozilganlari bor.
bir so'z bilan ta'siri sezilsa kerak. Ta'siri sezilishi sizni xursand qiladimi, xafa qiladimi? Endi masalan Borgesga muhammaslar degan bir qism bir turkum bor. Endi bu taqlid ma'nosida emas. Borgesni hikoyalarini o'qish, his qilish jarayonida o'zimda paydo bo'lgan taassurotlarni boshqacha bir shaklda o'zim yozgan badihalar, esselar shaklida bir yozishga urinish edi-da bu narsalar. Endi baribir Borges yoki Cortázarning ta'siridan qutulib ketish qiyinroq bo'ladi, chunki bu 1 yil, 2 yil shug'ullanilmadi bu ishlar bilan. 30 yildan ortiq endi nafaqat tarjimasi uchungina emas, shunday yozuvchilarning ta'sirida o'tgan 30-35 yilni mahsullari baribir shu o'zing yozgan narsalarda ham baribir ko'zga ko'rinib qoladi. Bu menimcha ijobiy narsa bo'lsa kerak. Yaxshi narsa bo'lsa kerak. Bu hikoyalar to'plami chiqqaniga ancha bo'lib qoldi. Sizdan yana yangilik kutyapmiz. Hozir Sanjar aka bir ikkita suhbatlarda aytdilar, ko'pchilik kitobxonlar hali to'liq bu haqida ma'lumot eshitmadi, shuning uchun o'zingizdan eshitsak. Yangi kitob topshirgansiz hozir Akadem nashrga. Bolalar uchun yozilgan to'liq insaytlarni bersangiz. Mumkinmi bu marketingga ta'sir qilmaydi boldan bir narsa deb qo'ysa? Yo'q, qiziq bo'ladi menimcha. Xo'p, 1001 kitob deb nomlanadi. Bu shartli ravishda o'smirlarga mo'ljallangan, shartli ravishda. Ya'ni buni hamma o'qishi mumkin bo'lgan narsa, kattalar ham yoki o'smir adabiyot deyishimiz, o'smirlar adabiyotiga daxldor bir narsa deyishimiz mumkinmi? Biroz tilida ham balki keyin yana o'qiganlar yana aytishar, tili o'smirlar darajasida emas ekan, ya'ni murakkabroq ekan deyishlari tabiiy bo'lsa kerak keyinroq, lekin bir kelib qoldi, bir kelib qolganda shu bir o'tirishda emas ekan, ancha vaqt oldi-ku, shuni kayfiyatida yozilgan narsalar, endi uzun jumlalar ham bor u yerda. Syujetlarda bir-biri almashish degan narsalar ham bor. Bular atay qilingani yo'q. Endi aytmoqchi bo'lganim, endi o'smirlar uchun kitoblar deymiz, bolalar uchun kitoblar deymiz va tilini soddalashtirish kerak degan tushuncha bor-da, bola tili yoki o'smir tili degan narsa. Men buni sal boshqacharoq tushunaman shekilli. Ataylab soddalashtirish kerak emas deb o'ylayman. Ular ham o'smir yoshidagilar ham, boshqalar ham bemalol shu murakkab uslubda deymiz, murakkab syujetlar bilan yozilgan asarlarda ham bemalol o'qishga haqqi bor. Shu, ya'ni o'smir adabiyoti, kattalar adabiyoti degan keskin cheklovlarni men unchalik qabul qila olmayman. Masalan, shu jahon adabiyotida bor, bilasiz, shu o'smirlar ham, bolalar ham, kattalar ham bir xil tarzda o'qiydigan, sevib o'qiydigan asarlar juda ko'p bo'lgan. Ya'ni ataylab bolalar tiliga, bolalarni fikrlashiga moslashtirmagan holda yozilgan bir narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu qissa ham 1001 kitob. Endi qanday qabul qilinadi, ko'ramiz. Nomi 1001 kitob. 1001 kitob. 1001 kitob endi yaqinda emas, 1-2 yil bo'lib qoldi topshirilganiga. Endi bu orada o'zimcha 1001 kitobni nimasida syujetlarda ba'zi joylarda ataylab nihoyasiga yetkazmasdan, deylik, mana yarim yo'lda to'xtatib qo'yilgan nimalar bor-da, joylar. Beo'xshov to'xtatilmagan, ya'ni tabiiy tarzda to'xtatilgan joylari bor va o'sha joylarda 1001 kitob 2 ga ulab hozir ketilyapti. Ya'ni 1001 kitob ikkinchisi ham davom etyapti. Uzviy bog'liqlik bor-da bularda. Xullas, nomi nimaga 1001 kitob? Bu syujet ochilib qoladimi aytsangiz? Sal ochilib qoladi. Provokativ joylari ham bor u yerda. Endi hozir oz-ozdan fragment qo'yib yuboryapsiz Facebookda, adashmasam, ha? Kichkina endi kichkinagina. Bir o'quvchini nima desa, bir
dilini paypaslash ma'nosida qanday nima bo'lar ekan, reaksiya bo'lar ekan, keyingi davomida yaxshi ma'nodagi provokativ uslubni rivojlantirsammikin yoki biroz orqaga chekinsammikin degan ma'noda ayrim parchalarni qo'yib boryapman. Ikkinchi qismini yozyapsiz hozir? Yozilyapti. Ikkinchi qismi deyish mumkindir, ikkinchi qismi. Ikkinchi qismi. Chunki men bir kitob o'zini ichida ikkita kitobdan iborat, ikkita katta qism deylik, ikkita katta qism. Bu men bir kitob ikki bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi jildi bu deyish to'g'riroq bo'lsa kerak. Birinchi qismda tugallik bor, lekin tugallik bor. Ayni paytda ayrim o'rinlarini ataylab tugatilmagan joylari ming bir kitob ikkinchisida davom etadi. Mushuklar malikasi Minushni o'qigan menimcha kitobxonlar o'sha kitobda masalan o'smirlar bor, bolalar bor, jumlalar juda tushunarli, lo'nda. Menimcha muammo bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ajabmas. Ming bir mushuklar malikasi to'g'risida ham aytib qoldingiz. Endi uni ham bir o'zi aslida bu tarixi boshqacharoqda. Gollandiyada ancha mashhur kitob bu. Annem Heshmit bolalar birinchi o'rinda turadigan bolalar yozuvchisi. Adashmasam Hans Christian Andersen mukofotini ham egasi va ayni paytda unda tili anchagina sodda, asliyatdagi tili va badiylikdan sal uzoqroqda, badiylik yetishmaydi nazarimda, asliyatdagida. Tarjimada shu badiyligini bir ko'paytirishga harakat qilib tarjima qilgan edim. Ya'ni biroz erkin tarjima deyishim mumkin. O'zbekcha variant. Bu Niderland tilidagi birinchi tarjima kitobingiz bo'lganmi? Ha, birinchi. Farzandlarimiz kichkinaligida ayrim paytlar ba'zida o'qib berardik gollandchasini. Aynan shu mushuklar malikasi, Minush. Ular asliyatda Minus o'shanda nima bir ko'nglimga tushib qolgan shekilli, keyinchalik yana xayolimdan chiqara olmadim shu kitobni. Tarjima qildik. Gollandiya Letter Fonds yordamida, ya'ni adabiyot fondi Gollandiya. Birinchisi va keyingilariga hozircha uringanimiz yo'q. Buni nashriyotga siz taklif qilgansiz-da? Nashriyotga o'zim taklif qilganman va o'rtada shu Gollandiya, Niderlandiya adabiyot fondi bilan muzokaralar bo'ldi. Nashriyot va u fond o'rtasida oxiri bir to'xtamga kelindida yaxshi nashr bo'ldi, namunalar ularga yetkazib berildi va Annem Heshmitni merosxo'rlari uy muzeyiga ham topshirilgan. Ular juda xursand bo'lishgan. O'sha paytda men o'zim shaxsan olib borib topshirganman, chunki sifatini ko'rib ancha ko'ngillari to'lgan. Kino ham ishlangan ekan, o'sha Niderlandiyada. Filmlar ishlangan Gollandiyada. Adashmasam multfilmlarga ishlangan, ya'ni yetarlicha mashhur bir kitob. Boshqa kitobi yo'qmi bu muallif? Bor. Bu darajada mashhurlikka erishmaganmi? Nazarimda yo'q. Shu Minush birinchi o'rinda turadi mashhurlik bo'yicha. Viplala degan yana bir kitob bor, yana seriya bir turkum kitoblari bor, kichik bolalarga atalgan. Uni ham balki o'zbek o'quvchi bolalariga qiziqarli bo'lsa, vaqt bo'lsa, o'sha Niderlandiya adabiy fondi ham qiziqish bildirsa, balki keyinchalik yana urinib ko'rish mumkin davomiga. U yoqda o'sha o'zbekcha adabiyot o'qishga, masalan, O'zbekistondagi yangi chiqqan kitoblarni o'qishga sharoit baribir kamroqda. Shunday. O'zbekcha mutolaaga ehtiyojni qanday qondirasiz? Men o'zimmi shaxsan o'zingiz yoki oilada, uyda? Endi o'zbekcha kitoblar bor, do'stlar borganda, masalan, xususan men Akademiya nashrida chiqqan yangi kitoblardan olib borib berishadi. Qolganiga endi asosan internet resurslaridan foydalaniladi-da. O'zbekcha kitoblarni olish baribir
qiyin u yerda yetkazib berish masalasi ham boshqa. Asosan shu internetdan foydalanib, internetdagi ma'lumot chop qilingan o'rinlardan. Yoki bo'lmasam tez-tez eski avvalgi paytdagi deylik klassiklarimiz deymizmi, o'shalarda asarlarga tez-tez murojaat qilib turiladi. Yangi nashr bo'layotgan, yangi nashrdan chiqayotgan yangiliklardan baribir o'zbek kitoblari ma'nosida baribir orqadamiz. Shu chet elda yashab, chet elda ijod qiladigan yozuvchi sifatida adabiy muhitdan uzilib qolgandek his qilmaysizmi o'zingizni? Aslida ham shunday, adabiy muhitdan uzilib qolgandek his qiladi. Lekin buni ham bir akamiz aytganidek, buni ham ijobiy tomoni bor, chunki sizga ko'p erkinlik beradi adabiy muhitdan uzilganlik holati. Adabiy muhitni doirasida menimcha qolib ketsangiz, turilsa baribir adabiy muhitdagi kayfiyatlarga beixtiyor ergashishingizga to'g'ri kelsa kerak. Bu muhitdan uzilgan holda bo'lsa, o'zingiz erkinsiz. Ya'ni hech bir cheklov yo'q. Shu mulohazalarda ham, mushohadalarda ham, yozayotgan kitoblaringizda ham o'zingizni unchalik cheklamaysiz, ya'ni senzura qilmaysiz demoqchiman-da. Erkinlik ma'nosi shu muhitdan uzilgan. Yana yangi tarjimalar haqida. Markesdan tarjima qilyapsiz hozir. Ispan tilidan qildingiz-a? Mana shunday. Buni ham asliyatdan. Mana shunday. Ilk bor. Markesda uncha o'zbek tilida avval nashr qilingan oshkora qotillik qissasi. Lekin ancha yillar bo'lib ketdi. O'sha yangi nashriyot ochgan yigitlar iltimos qilishdi, shuni asliyatidan tarjimasi ma'nosida murojaat qilishdi. Qo'ldan kelgancha deb uni o'sha oshkora qotillik solnomasi deb o'zgartirdik. Yaqinroq asliyatdagi nomiga yaqinroq keladi degan fikrda. Uni tarjima qilindi va undan keyin polkovnikka birov maktub bitmas deb nomlab turib, u ikkinchi qissasini ham tarjima qildik va uchinchisi ham tayyor. Uchinchi qissasi ham tayyor. Mash'um zamon deb o'girdik. La mala ora deydi. Ya'ni mash'um zamon degan to'xtamga keldik buni sarlavhasiga ham. Ya'ni Markesda deylik mashhur romanlarigacha bo'lgan davrni, ijodiy davrini belgilovchi 3 ta qissada bular. Bularda o'sha 100 yillik yolg'izlikning 100 yiligacha bo'lgan bir bosqich va ulardan voz kechish, u bosqichni tarjima qilmasdan keyingilariga o'tish noma'qul tuyulganligi uchun avval bu 3 ta qissani qaytadan tarjima qildik. Yaqin buni birinchi va ikkinchi qissalar chiqdi. Uchinchisi agar nasib qilsa shu kuzda nashrdan chiqsa kerak. Markesga ham bir qo'l urib ko'rdik shunday qilib. Yangi tarjimonlarning ishini ham kuzatib borasizmi? Masalan, yangi tarjima qilingan kitoblarni o'qib ko'rib. Boya aytganimdek, endi biz uzoqda bo'lganligimiz uchun hamma yangi nashrlarni qo'lga olishga ilojimiz yo'qroq. Shuning uchun ko'pincha yangi tarjimalardan benasib qolishga to'g'ri keladi. Endi nasib qilsa mana do'konlarida turibdi, o'shalardan ayrimlarini olib ketamiz, o'qib ko'rib, keyin fikrlashamiz. Platonov, yana shu ro'yxatda aytaman-da, Platonov, Kartasar, Borges. Xos adabiyot. Xos adabiyot o'quvchi uchun nimaga kerak o'zi? Xos adabiyot xos o'quvchiga kerak. Menda balki chiroyliroq tuyuladi menga bu so'z. Xos adabiyot, xos o'quvchi. Endi boshqa o'quvchilar, boshqa mutolaago'ylar deymizmi? Oddiy, deylik, oddiy tushunish oson bo'lgan asarlar
bilan cheklanib qolmasdan, demak, o'sha sal balandroq turadigan adabiyotga ham bir nazar tashlab, shu tomonga intilsa, bundan faqat yaxshilik keladi deb o'ylayman. Xos adabiyot, murakkab adabiyot deymizmi? Adabiyotning o'zi uchun yaratilgan adabiyot deymizmi? Xos adabiyot, xos o'quvchi uchun mo'ljallangan. Xo'p, muharrirlar bilan ishlash jarayoni qanaqa kechadi sizda? Muharrirlar bilan ishlash albatta muhim narsa. Akademik nashr muharrirlari bilan ishlash bitta menga emas, masalan, ayrim joylarda o'qigan o'rinlarim bor. Boshqa ijodkor akalarga ham juda ma'qulligini bilamiz. Ya'ni akademik nashr muharrirlari shu muallif bilan doimiy kontaktda, yaqin turib ishlashga harakat qilishadi. Har bir so'z, deylik, har bir satrda ildizga, satrga bolta urmaslikka harakat qilishadi. Shu tomonlama nashriyot muharrirlari bilan ishlash men uchun ancha oson. O'zi umuman masalan 100% deb oladigan bo'lsaydi, muharrirlar bilan ishlash jarayonida necha foizgacha, aytaylik 5% mi, 4% mi, 10% mi, necha foizgacha siz shu imkoniyat berasiz sizni tarjimangizni tahrir qilishga muharrirga? To'g'risini aytadigan bo'lsam, 100% dan 1% berishga ham qizg'onaman. Shunaqangi har bitta so'zni ustida avval aytiladi-ku, har bitta tiyinni ustida 10 baloq oshadi degandek, menimcha men har bitta so'zni ustida 10 baloq oshadigan xilidanman. O'shuning uchun 1% ham ko'plik qiladi. Masalan, endi avvaldan zehnimizga o'rnashib qolganmi yoki o'sha har bitta so'zni ichki ohangini boshqacha his, har bir odam boshqacha his qilsa kerak. Masalan, bitta so'z obdon degan so'z. Men obdondan boshqa shaklini qabul qila olmayman. Ayrim tarjimalarda o'zgartirish kiritib ketilganini ko'rib qolamiz. Kitob nashr bo'lgandan keyin obdon emas, obdan shaklida o'zgargan bo'lib qoladi. Hatto shu so'z shaklini o'zgartirilishini ham uncha ma'qullamayman shaxsan o'zimda. Endi o'zim bajargan ishlarda shunday o'zgarishlar sodir bo'lsa ham qizg'anaman desa bo'ladi. Ya'ni har bitta so'zni qizg'anaman. Suhbatga bir xotima yasaydigan qismiga keldik. Biz doim o'zi ko'pchilik bilan suhbat qilsam oxirida so'rayman, kitoblar haqida so'rayman, ko'proq tavsiya kitoblar. Masalan, 5 tami, 10 tami son ahamiyati yo'q. O'sha yodingizga tushganini aytaverasiz. Shu tomoshabinlarga, ko'rib turgan kitobxonlarga yangilik bo'lib o'sha qidirib topib o'qishiga bir sababchi bo'lsak. Endi albatta nimalarni o'qishsin odamlar? Endi tavsiya ma'nosida aytadigan bo'lsa, endi tavsiya, bizning tavsiyamiz qanchalik zarur, lekin birinchi o'rinda shu mumtoz adabiyotdan begona bo'lmaslik kerak. Mumtoz adabiyot, mumtoz asarlar har qanday adabiyotda asosi, poydevori hisoblanadi. Bundan tashqari bitta o'zbek mumtoz adabiyot emas, deylik o'sha antik adabiyoti, qadimgi grek adabiyoti deymizmi, Ovidiy, Vergiliy deymizmi, Rim adabiyotimi, antik Rim adabiyoti, qadimgi Rim adabiyotimi, bulardan ham boxabar bo'lish kerak. Buni qamrovi keng, endi hozir birdaniga esimga tushmayapti, lekin adabiyotda shu mumtoz asarlar baribir poydevor hisoblanadi. Shularni o'qish kerak deyman. Masalan, Gulliverning sayohatlarini o'qish mumkin. Masalan, bu kattaga ham kichikka ham bir xilda mos keladi. Endi bevosita o'zim shug'ullangan nimalar bo'yicha aytadigan bo'lsam, Lotin Amerikasi adabiyoti, Cortázar deymizmi, Borges deymizmi, Marquez deymizmi, bularni ham nazardan qochirmaslik kerak. Yevropa adabiyoti, o'zimiz o'zbek adabiyoti, zamonaviy o'zbek
adabiyoti deydigan bo'lsak, albatta shu zamonaviy emas-ku. Xo'p, o'tgan asr adabiyoti deydigan bo'lsak, shu Abdulla Qodiriy, Cho'lpon asarlari, bular shunchaki tavsiya emas. Bularda asarlarida o'sha nima deydi? Samimiylik bor-da, dastlabki samimiylik. Samimiy bo'lmagan asar, samimiy bo'lmagan kitob o'zi baribir bilinib qoladi. O'sha yozuvchilarimiz asarlarida samimiylik bor, so'zni ishlatishdagi o'ziga xos tomonlari bor va noyob so'zlar, hozir iste'moldan chiqib ketgan so'zlarni noyob, chiroyli deymizmi, noyob, ma'lum bir o'rinlarda foydalanish bob bo'lgan so'zlarni juda ko'p qo'llanganini ko'ramiz. Xullas, imkon boricha ko'p asarlar o'qish kerak. Davrini nima desa bo'ladi, makonini ajratmagan holda, ya'ni Yevropa adabiyotimi, Latin Amerikasimi, eng yaxshilarini o'qigan ma'qul. Sharifjon aka, sizga kattakon rahmat vaqtingizni ajratganingiz uchun. Arzimaydi. Endi yana bir Toshkentga kelganingizda yana bir bafurja bir suhbat qilamiz, xudo xolasa. Nasib. Rahmat. Kattakon rahmat. Rahmat.